Assalomu alaykum. Ikkoning baliq qozlari xo'p. Menda mana karam ko'rosida qorayib sarg'ayib ketgan. Buni qanaqa qilib oqartirsa bo'ladi? Hozir sizlarga ko'rsataman. Hop, qaynoq suv solamiz. To'ldiramiz buni. Karam ustini yoqquncha qaynoq suv solinadi. Hop, mana suvimizdan soldik, polni ko'mib turibdi. Hop, bizga kerak bo'ladi mana bunaqa damastis. Buni quyamiz ustiga. Boshlandi mana jarayon. Sirrazi ko'rasizlar. Yeyishni boshlaydi. Endi где-то bir 20 minut, yarim soat shu holatda qoldiramiz. Mana yana ikkinchi karalimiz shu qorayib kir bo'lib ketgan. Chiliga solamiz. Qaynoq suv solma. O'sha karalib ustini ko'mguncha to'ldiriladi. Qaynoq suv bilan. Hop, mana suvimiz to'lyapti. Qaynoq suv soldik. Endi olamiz. Hop, bunga ham xuddi shu damaskdan ustiga solamiz. Buni ham 20 minut, yarim soat shunaqa holatda qoldiramiz. Hop. Boyagi karalda qalay. Uni yaxshilab chayvoramiz. Birinchisi ikkinchisi cho'kkim top-toza bo'ldi. Kimga yoqqan bo'lsa informatsiyalarimiz like bosib qo'ying.